Assalomu alaykum YouTube muxlislari, kanalimiz obunachilari. Amaliyotchi psixolog Hasanov Bekzod. Bugun biz sizlar bilan NLP'da oddiy bo'lishiga qaramasdan juda kuchli modellardan biri hisoblangan 3 pozitsiyali nuqtai nazar modeli bilan tanishib chiqamiz. Bu model insonga bir vaqtning o'zida 3 xil nuqtai nazardan kelib chiqib baho berishga yordam beradi. Keling pozitsiyalarimiz bilan tanishib chiqamiz. Birinchi pozitsiya men o'zim. Ya'ni men dunyoga o'z ko'zim bilan qarayman. Ikkinchi pozitsiyamiz esa men boshqa inson. Men dunyoga va o'zimga boshqa insonning ko'zi bilan qarayman. Uchinchi pozitsiyamiz bu kuzatuvchi pozitsiyasi. Men dunyoga, o'zimga, o'zimning hayotimga xuddi kuzatuvchi sifatida qarayman. Mana bu pozitsiyalarimiz edi. Endi bu pozitsiyalar yaxshi yoki yomon degan gap yo'q. Faqat biz kerakli joyda, kerakli pozitsiyada turishni bilishimiz kerak bo'ladi. Ana endi pozitsiyalarimizning plus va minus tomonlaridan tanishib chiqamiz. Birinchi pozitsiyamizning xavfli tomoni shundaki, agar inson bu pozitsiyada ko'p turib qoladigan bo'lsa, kayfiyati tez o'zgaruvchan bo'ladi. Bu pozitsiyada insonda qo'rquv bo'ladi va har xil vaziyatni nazorat qilish istagi bo'ladi. Ya'ni insonni ko'proq bezovta qiladi. Ikkinchi pozitsiyamizning minus tomoni shundaki, ikkinchi pozitsiya ko'pincha inson boshqa bir inson men haqimda nima deb o'ylaydi, boshqa bir inson qanaqa fikrda, ya'ni inson hayoti qaror qabul qilishda ko'pincha boshqa bir insonning fikri nima deb o'ylaydi, qanaqa bo'ladi degan narsa bezovta qiladi. Ana endi uchinchi pozitsiyamizning minus tomoni shundaki, uchinchi pozitsiyada inson umuman befarq bo'ladi. Hamma narsaga befarq, xuddi kuzatuvchi chetdan qarab turgan insonga o'xshaydi. Hattoki o'zining hayotiga ham befarq bo'lib qaraydi. Mana bu pozitsiyalarimizning minus tomonlari. Ana endi biz pozitsiyalarimizning plus tomonlari bilan tanishib chiqamiz. Birinchi pozitsiyamizning plus tomoni shundaki, inson his-tuyg'ularni to'liq his qiladi va o'zining hayotda shaxsiy chegaralarini belgilashda ham birinchi pozitsiyada inson turadigan bo'lsa, juda katta yordam beradi. Ikkinchi pozitsiyamizning plus tomoni shundaki, bu pozitsiyada biz nima qilamiz? Boshqa bir insonning qadriyatlarini tushunamiz. Uni his-tuyg'ulariga sherik bo'la olamiz va qadriyatlarini tushungandan keyin o'sha inson bilan biz samarali muloqot o'rnata olamiz. Ya'ni NLP tilida aytadigan bo'lsak, boshqa bir inson bilan chuqur raport o'rnatishimizga bizga katta yordam beradi. Uchinchi pozitsiyamiz plus tomoni shundaki, inson his-tuyg'ulardan xolis bo'ladi. Bunda ko'proq aql ishlaydi va vaziyatlarga nisbatan to'g'ri qaror qabul qilishga yordam beradi. Mana bu pozitsiyalarimizning plus minus tomonlari. Men shaxsan o'zim konsultatsiyada shu konflikt vaziyatlarda aynan shu modelni ko'p qo'llayman. Men misol uchun aytaman, keling o'sha vaziyatga birinchi pozitsiyadan qarang. Birinchi pozitsiyadan inson qaraydi va fikrni bildiradi. Ana endi uni biz nima qilamiz? Holatini chalg'itamiz. Holatda chalg'itgandan keyin ikkinchi pozitsiyaga turing deyman. Ikkinchi pozitsiyadan, ya'ni boshqa inson bo'lib, siz o'sha vaziyatga baho bering. Ikkinchi vaziyatdan baho bergandan keyin yana holatini chalg'itamiz. Ana endi uchinchi pozitsiyaga turing va o'sha vaziyatga xuddi kuzatuvchi inson sifatida baho bering. Agar bu texnikani biz to'g'ri bajaradigan bo'lsak, o'sha vaziyatga inson yechim topa oladi va o'ziga to'g'ri xulosa chiqaradi. Bu model NLP'da har xil vaziyatlarda ko'rib chiqiladi. O'zingizlar ham sinab ko'rishingiz mumkin. Hayotda qanaqadir kim bilan kelishmovchilik bo'ladigan bo'lsa, bitta muammoga agar yechim topa olmayotgan bo'lsanglar, aynan 3 xil vaziyatdan o'sha muammoga qaragandan keyin bizlarda ma'lum miqdorda nima bo'ladi? Qaror qabul qilishimizga va to'g'ri yechim topishimizga bu model katta yordam beradi. Mavzularimiz shulardan iborat. Kanalimizni qo'llab-quvvatlash maqsadida obuna bo'lasizlar. Xayr, sog' salomat bo'linglar.